Shu Messi malina 40 yilda beradigan hosilini bular 7 yilda berib qo'yadi. Bir kunda necha kilo hosil terib olyapti? 100 kilo. Bir kunda 100 kilo hosil terib 100 olyapti. kilo Ko'rdim. 120 kilo shunaqa. Отборni biz 150 ming so'mdan optimum topshiramiz. Srednisi bor. Srednisi biz 80 ming so'm topshiramiz. Messi malinalarni bilsangiz, tikoni katta bo'ladi. Qo'lga yomon kiradiganlar. A buni tikoni yo'q. Oktyabr oxirida turibmiz. Ya'ni oktyabr oxiri, noyabr boshida ham malina juda ham ko'p hosil beryapti. Iyundan boshlab kunda yoki kunora hosil yig'ishyapti. Bunaqa daromad yana qayerdan olish mumkin? O'rtacha 1 kilosi 100 ming so'mdan bo'lib turibdi ekan. Videoni ko'rsalaring, mana shu malina ko'chatlarining savdosi, mana shu malina ko'chatlarini sotish haqida ham joyi bo'ladi. Narxlari haqida ma'lumot beramiz. Aktual savol: ko'chatlarini qanchadan berasiz? Tez daromadga kirib, ko'p pul ishlayman degan dehqonlar bormi yoki umuman dehqonchilikka endi qiziqmoqchi bo'lganlar bormi? Ham bu ekinimiz juda ham tez daromadga kiradi va kelajakka ham investitsiya qilsalar bo'ladi. Hozir biz malina ekilgan yerdamiz. Malinani ham ajoyib navi, ya'ni Delniva navi. Mana shu malinalar noyabr oyida ekilgan, iyun oyidayoq oradan 6 oy, 7 oy o'tib hosilga kirgan. Ibrohim aka, demak biz hozir sizni yangi yeringizdamiz. O'tgan yilgi ekilgan malinalaringizni ham ko'rganmiz. O'shalarni ko'chasini ekilgan, adashmasam bitgan. Assalomu alaykum. Ha, albatta bu o'shalarning bolalari. Ha. O'sha navdan, o'sha Delniva navidan bolalarini olib, bu yoqqa olib chiqib ko'chib ekkanmiz. Hali bularning yoshi 1 yoshga ham to'lmagan, shu hisobga qo'yish kerak. O'zini ildizidan chiqqan malinani ekilgan. Xuddi shunaqa. Videoni ko'rsalaring, mana shu malina ko'chatlarining savdosi, mana shu malina ko'chatlarini sotish haqida ham joyi bo'ladi. Narxlari haqida ma'lumot beramiz. Aytganimizdek, malina ko'chatlarini eksangiz, keyingi yilyoq, ya'ni 7 oydan keyinoq siz daromadga kirasiz. Faqatgina tez daromadga kirish emas bu yerda. Kelajakka ham investitsiya qilasiz. Aka, buni o'zi umri qancha, davomiyligi qancha, buni hayot davri qancha? Bu o'zi kitobida aytilgan 15 yil deyilgan. Lekin men o'zim hali 15 yil buni yashattirmadim. O'zim masalan 15 yil boshidan o'tmadim bu narsani. Shuning uchun men hammaga 7 yilga bo'lardim. Lekin bu 7 yildan hisob kitob chiqarish bo'yicha o'zimizning mahalliy malinalar bor-ku, o'sha mahalliy malina xalq tilida aytganda Messi malina. O'sha Messi malina bu 40 yilda beradigan hosilini bular 7 yilda berib qo'yadi. Ha, lekin bu 7 yilda qaridi degani bu tamom endi bu yerni qaytadan ko'chat sotib olaman degani emas, chunki bu har yili tagidan yangi ko'chatlarni sizga berib boradi. Ya'ni qarishiga yaqin yana yoniga yangi ko'chatlarni ekasiz, sizda davomiy, ya'ni davomiy kelajakka investitsiya bo'lgan ko'chatlar bo'ladi. Aka, hozir buni kilosini qanchadan topshiryapsiz? Bozorda sotilishini so'ramayman. Supermarketdagi narxini so'ramayman. U yerdagilar so'rasam, "Vau, buncha qimmat" deyshadi. Siz o'sha sotuvchilarga qanchadan topshiryapsiz? Men o'zim ochuvchilarga aytaman, bizda 3 xil sortirovka bo'ladi. 3 xil sortirovka. Bizda отбор, средний va maydamiz bor. Отборni biz 150 ming so'mdan optimum topshiramiz. Srednisi bor. Srednisi biz 80 ming so'm topshiramiz. Keyin maydani burdalanib ketganlar bo'ladi. O'shalarni hozirgi paytda biz 50 mingdan topshiramiz. U burdalanib ketganlar nachinkiga, murabboga, kompot, mana jemni quvurishlarga ishlatishadi. Ha, choy, malina, choy, boshqa. Ha, demak tushunarli. O'rtacha demak 100 ming so'mgacha hisoblasak bo'ladi-da, bir kilosini. Xuddi shu. Xo'p, buni bir sotikka nechta eksa bo'ladi yoki 10 sotik hisobida olaylikmi? Uni daromadi qanaqa bo'ladi? Mana xo'p. Buni 2 xil yo'nalishda eksa bo'ladi. Xuddi aytib o'tgandek, ekonomiy varianti bor, pulli tez chiqaradigan varianti bor. Agar ekonomiy variantda ekadigan bo'lsa, 1 metrga 2 ta ekiladi. Ya'ni orasi 50 santimetrdan tashlanadi. Shunaqa eksa bo'ladi. Lekin bir xilda, "Yo, men yerim kichkinaroq" deganlarga men 1 metrga 3 ta ekishni tavsiya qilgan bo'laman. O'shanda hosili ham ko'p bo'ladi, daromadi ham ko'p bo'ladi. Agar yerim katta deganlarga, masalan, bir xil aytadi, bir 4-5 gektar yerim bor deydi. Bo'sh yotibdi deydi. Lekin bunaqa ko'p ko'chat olishga mablag'im yo'q deydi. Shunaqalarga men aytgan bo'lardim. 1 metrga 2 ta ekishni maslahat bergan bo'lardim. Keyingi yil o'zidan ko'paytirib, bolalarni chiqarib, o'sha 1 metrga 2 ta ekib, o'sha bolalarni ko'paytirib chiqarib olishadi. Qarang, xo'p, o'zingizni misolingizda aytamiz. Necha sotikka nechta malina ko'chatini o'tgan noyabrda ekkansiz? Mana shu joyingizdan? Mana shu joyimizga o'tgan yili 5 mingta tub malina ko'chatini ekkanmiz. Ano joyimizdan, o'z birinchi videomizda joyimizda o'sha yerdan men 5 mingta tub malina ko'chatini olib chiqib, ildizidan chiqqan ko'chatlarni olib chiqib ekkansiz. 5 ming tub. Xo'p, bu yil birinchi yili bilishimcha kunora hosil yig'yapsiz. Har kuni почти. Har kuni juda salqinlashib ketganda kunora, bo'lmasa har kuni hosil teryapsiz. Bir kunda necha kilo hosil terib olyapsiz? 100 kilo. Bir kunda 100 kilo hosil terib olyapsiz. 100 kilo ko'rdim. 120 kilo shunaqada.
videolarni qo'yib qo'yaman, hozir yig'ayotgan, terilayotgan joylarini ko'rdim. Demak, bu iyun oyidan boshlab to noyabrning so'ngiga qadar xuddi shunaqa. terib olishingiz mana bu yerda mana operator ko'rsatishingiz mumkin. Hozir mana bu hosillar yig'ilyapti. Mana keyingi oylarga bular setilishni boshlaydi. Men hozir aytib qo'yay, biz hozir oktyabr oxirida turibmiz. Ya'ni oktyabr oxiri, noyabr boshida ham malina juda ham ko'p hosil beryapti. Iyundan boshlab kunda yoki kunora hosil yig'ishyapti. Bunaqa daromadni yana qayerdan olish mumkin? O'rtacha 1 kilosi 100 ming so'mdan bo'lib turibdi ekan. Menimcha albatta bunaqa malinazorlarda, aynan malina emas, umuman rezavor sohasini rivojlantirsak menimcha yaxshi bo'ladi. Galibukalarni ham sekinroq Galibika emas. adashmasam. Yo'q, galibika emas. Men asosan bor fokusimni shu malinaga qaratmoqchiman. Nimaga deganda malinaga hozir talab juda kuchli. Masalan, men galibikani aytib o'tiraman, birovning molini yomonlashamas. Galibika ekkaningizda u 4 yildan keyin sizga hosil beradi. Bu malina ekkaningizdan keyin 6 oydan keyin sizga hosil berishni boshlaydi. Noyabrda ekib turib, iyunda daromad olish bu qaysi ekinda shunaqa? Yana 1 yillik ekin emas, ko'p yillik ekin. Daromadini ham o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Akani o'zi mana bundan oldin pomidor ekkan issiqxonada. Aka, mana o'zingiz ayting, shu pomidor misolida buni ikkovini mehnatini solishtirganda. Bitta pomidor emas, hozir pomidor, qulupnay, bodringlarni ham mehnatini ham ekkansiz aytgan. Shakarli namlarni ekkansiz. Xuddi shunaqa. Qulupnayda men to'g'risi, birinchi azobi uni ozuqasi o'ta qimmat bo'lardi. Ozuqalar men qiynalardim. Ikkinchisi u ko'mir yoqish kerak. Ko'mir yoqib, men voy haftasiga $1200 ko'mir ketardi. Tasavvur qilasizmi? Haftasiga $1200. Keyin uni svet ketib qolmadimi? Keyin ana ulitkasi bor. Shu ulitkam kuyib qolmadimi? Bosh og'riq bo'lardi, atrofdagilarda jala bo'ladi. Atrofdagilarda bosh og'riq bo'ladi. Bungachi men operator mana ko'rsatding. Bunda men maza, mana kalibrni qarang, mana bitta barmoq kalibr. Buni hozir bitta narsani yana qaytarib gapiraman. O'tgan yili video qilganimizda ham, bozorda 40 ming so'm-ku, bozorda 50 ming so'm-ku yozyapti. Yana tushuntiraman. Ular mahalliy nav. Bu Yevropani Dilniva navi. Buni farqlashni bilib olishimiz kerak. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shuning uchun ham shu yerga e'tiborli bo'lamiz. Ana men aka bilan gaplashyapmiz, so'zlar aytishdi, issiqxonada pomidor yoki qulupnay yetishtirishdan ko'ra bir necha karra mehnati kam. Xuddi shunaqa. Aka, lekin bu yerda ham ishlatadi, mehnati kam bo'lgani bilan doimiy to'rtta ishlatadi. Ular faqat hosilni yig'ib olish uchun. Men lekin malinaning eng qiyin tarafini aytaman. Hamma narsani o'z qiyin tarafi, lekin malinaning eng qiyin tarafini aytaman. Bu terim. Chunki mayda rezavor bo'lgandan keyin shu doimiy faqat terim bilan shug'ullanishadi. Lekin o'sha mayda ish bo'lgani bilan ham daromadi ko'p bo'lganiga katta hosillarni. Lekin bu o'zimizning mahallaga o'xshagan katta tikonli emas. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kichkina tikon. O'zingiz bundan qattiq qo'lingiz bilan siqsangiz ham tikonni ham bilmaydi. Mana qarang, mana bular, mana hozir mana oktyabrda oxiri, mana noyabrda boshlariga bular pishib turib, mana bular qarang. Kerak bo'lsa mana bular bor-ku, dekabrda boshlariga borib ham pishadi. Xuddi shunaqa. Agar -4 bo'lmasa bo'ldi. Siz hozir noyabr oxirida aytyapsiz-ku? Ha. Minus agar 4 bo'lmasa bo'ldi, yoki bu yil iqlimni quruq kelishini hisobga olsak, bemalol o'sha dekabrda boshigacha ham hosil olishdi. Mana aytdi, qancha gullab yotganlari bor. Kelajakka, ya'ni keyingi oylarga hosil bu. Har kun ora hosil yig'ilyapti. Mana men aytsam bir xil ishonmaslik mumkin. Mana tikondan o'zim ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Mesli malinalarini bilsangiz, tikoni katta bo'ladi, qo'lga yomon kiradiganlar. Buni tikoni yo'q. Tikoni bor, tikon emas endi bu. Tikonni bo'lmaydi ham, endi buni tikonni ishga uyatdi. Bemalol teraverasiz-da. Bemalol mana qarang, umuman qo'lingizga kuch kelmaydi. Mana o'zini mana bu yerdagi mana tikonga o'xshaydi, lekin bemalol ushaverasiz. Qo'lga umuman zarar bermaydi. Men o'zim shaxsan qulupnay, pomidor, bodring qilgan bo'lsam, ularga har safar bilasiz, har yili boshqatdan yer tayyorlaysiz. Boshqatdan hammasini ko'chatini ekasiz, boshqatdan ishchi qilasiz, hammasiga pul ishlatasiz. Har bitta ishchiga hammasiga kullik olib chiqasiz, yer tayyorlash bor, unisi bor, hammasiga kapilni boshqatdan hamma narsa qilinadi. O'zingiz bilasiz, boshqatdan ko'chat olinadi. Har yili bitta siklni masalan qatorasiz. Bunda nima? Bitta ekib qo'yasiz, 7 yil bo'ldi, hech narsa qilmaysiz. Ya'ni 7 yil hech narsa qilmaysiz deganda bu endi shu erta bahorga ekish bilan bog'liq, yer tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan agrotexnik tadbirlar qilinmaydi 7 yil davomida. Qolgan tadbirlar qilinadi, lekin o'shanda ham boshqa ekinlarga nisbatan juda ham kam. Aka juda ham to'g'ri gapirdi. Endi asosiy narsa hozir mana esimga kelib qoldi. Xo'p, dekabr oyiga bordik, malinani hosilini yig'ib bo'ldik, tugadi. Endi bu ko'chatlarda qishda kunlaridan
qanday himoya qilish kerak yoki nima qilish kerak o'zi? Tagidan trap kesiladi. Yerga tirab kesiladi. Tagidan trap kesiladi. Qachonki -4 bo'lganda. Demak, -4 gacha bemalol bu Ya, albatta. ko'taraveradi. Hozir o'zingiz aytganingizdek, o'sha oktyabr oxiri mana biz hali men o'zim futbolka yuribman. Issiq hali ham. Tungi haroratlar -4, davomiy -4 haroratga tushganda o'sha kesilib qo'yiladi va bahorda yana unib chiqib to iyun oyigacha bu oddiy mana asalaridan bilasiz bo'ladi. O'sha havo yaxshi, yurishibdi. Xuddi shuni oktyabr oyining oxirlarida yuribmiz. Hosil juda ham zo'r. Eng asosiy savol, aktual savol, ko'chatlarini qanchadan berasiz? Optimga yoki kamroq oladiganlarga? Hozir o'zingiz ko'rdingiz. 35 ming so'mdan 5 ming olaman deganda 35 ming so'mdan 32 mingga tushib. Hozir Yangiyo'l tumanidan ikkita, ya'ni bir oila kelishdi, er-xotin juftlik kelishdi. Ko'rdim, juda ham katta masshtabda yerlari bor ekan. Ular ham o'zlari malina bilan shug'ullanishar ekan, faqat o'zimizda mahalliy navdan ekishar ekan. Endi hozir navni yangilamoqchi bo'lishib, shunaqa zamonaviy navlarga o'tishmoqchi ekan. Hozir biroz gaplashdik, kamera ortida gaplashdik. Demak, xo'p. Mayli, ular o'z yo'liga. Biz obunachilarga qanchadan berasiz? Masshtabli bo'lsa, mana shunchadan ko'proq bo'lsa yoki shunchadan kamroq bo'lsa qanaqa? Bular dastavkasi qanaqa bo'ladi? Lekin men bitta narsani oldindan aytib qo'yay. Bizda unaqa 10 ta, 20 talab sotilmaydi. Eng kamida 100 ta. O'sha o'tgan yilgi videomizda ham aytganman. Lekin 10 ta, 20 ta oladiganlarga ham sotiladi. Ularga faqat qimmatroq. Ularga 50 mingdan sotiladi. Agar men ularga ham 35 ming so'mdan optim narxda sotadigan bo'lsam, men bu yerda 500 ta, 1000 ta oladiganlarga adolatsizlik qilib qo'ygan bo'laman. Buni hozir tushuntiraman. Hozir boshqa uzumchi akalarimizning videolarida ham tushuntirdik. Ular ham shunaqa ishlashadi. Qanchalik kam sotib olsangiz, shuncha narx qimmatlashaveradi. Chunki bular o'sha 10 tupni ko'chirishadi, o'sha 10 tupni aytaylik dastavka qilishadi. Ya'ni bir xil vaqt, bir xil kuch, bir xil energiya sarflashadi. Shuning uchun ham buni narxi ko'tariladi. Lekin eng kamida 100 ta bu juda ham katta pul bo'lmaydi. Hovlingizni bir chekkasiga sig'ib ketadi. 100 ta hech narsa emas, lekin yildan yilga uni daromadini oshib ko'chatlarni ko'paytirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kichkina hovlilarga ham kamida 100 tupdan sotib olishni maslahat beraman. Xo'p, narxi demak shunda 35 ming so'mdan boshlanadi. Ha. Men ochuvchasiga aytaman, bu masalan o'zimizga 7 dollarga tushgan bu ko'chatlar. Men ekilishlari jarayonlarda hamma xizmatlar bilan bizga har bitta ko'chat 7 dollarga aylanib ketgan. Shu hisobdan bu ko'chat shu qimmat narxda chiqadi. Endi bizani ham to'g'ri tushunsangiz arziydi. Bu mahalliy nav emas, import nav. Hozirgi paytda bunaqa ko'chatlardan yo'q. Masalan, riboy joyga qarab ko'rsa ham bo'lishadi, so'rab surishtirsa. Boshqa joylarda ham bor, masalan, bir xil aytayapti. 12 ming so'mdan, 10 ming so'mdan, 15 ming so'mdan bor-ku xuddi shunaqa deyapti. Hop, bo'pti, shularni menga joyini ko'rsating, anaqasini ko'rsating desam, lekin ular menga faqat video, rasm mashqlar ko'rsatdi. O'zini bog'ini borib ko'rsatdi desam, yo'q deyapti. Nimani ko'rsatdim desam, bizga shuni ildiz rasmini ko'rsatib bo'ldi, ko'chat rasmini ko'rsatdi. Mana shu dinning ko'chat deyapti. Buni siz qayerdan bilasiz? Borib uni hosildorligini ko'rdingizmi, donini ko'rdingizmi desam, yo'q deb turishibdi. Menda bog'imga shuna kelyapsizlar, ko'ryapsizlar, hamma narsani ko'ryapsizlar. Ochuvchasiga hech narsa bekitayotganim yo'q bo'pti. To'g'rimi desam, ha deyapti. Kimning gapiga ishonasiz, o'sha odammi 15 mingdan sotayotgan yoki men 35 mingdan sotayotganiga ham ozgacha puldan qochmasdan mana bunaqasini ekkani yaxshi emasmi deyapman. To'g'ri. Hozirgi paytda o'zingiz bilasiz, mahalliy navi, o'zimizdan местный malina ham ko'chati 10 ming so'mdan, o'rtacha narxda 10 ming so'mdan sotilyapti. Ha, to'ppa-to'g'ri. Hozir mana to'g'ri tushunishlaringni so'rab qolaman. 35 ming biroz haqiqatda qimmat bo'lishi mumkin, lekin bu bir martalik, birinchi sotib olasiz, bo'ldi. Undan keyin buni mehnati ham juda ham kam. Aka, bitta narsa qilamiz. Kattaroq masshtabda oladiganlarga sal chegirma qilib berasiz. Kattaroq, 1000 dan ortiq oladiganlarga. Xuddi shu 1000 dan ortiq oladiganlarga to'g'ri. Chegirma qilib berasiz. Telefon nomeringizni yozib qo'yaymi? Albatta. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bekor kelgansiz bu yoqqa. Tasodifan kesib turib akani telefon nomerini yozib qoldiraman. Bog'laninglar. Kerak bo'lsa lokatsiyasini ham tashlab beradi, kelib ko'rishlaringiz mumkin. Joyi nomini ham aytib ketsa bo'ladi. Juda ko'pchilik odam so'raydi. Toshkent City'ni oldida. Ya bu albatta hazil. Toshkent City'ni berib turing. Kamerani berib turing. Toshkent City'ni oldida. Mana hozir ko'rsataman. Nimaga hazilmas aka? Mana. Mana Nestvan ko'rinib turibdi. Toshkent City'ni oldida. 15 kilometr narada faqat. 15 kilometr beriroqda joylashgan. Xo'p, tushuntiring. Xo'p, joyimiz Toshkent viloyati
Zangiota tumani, Nazarbek tarafda joylashgan. Yana ko'proq aniqini so'ramoqchi bo'lsangiz, Telegramdan o'zimizdan nomerlarga yozsanglar, lokatsiya tashib beramiz. To'g'ri yonimizga kelaverasizlar. Telefonlashib kelinglar faqat, chunki Albatta telefonlashib. chunki ko'p bularni tarqatish bilan boshqa ishlar bilan boshqa ishlari ham bor, shug'ullanishadi. Ya'ni telefonlar doim odam bo'ladi, o'zlari bo'lgan paytda kelasizlar telefonlashib kelsalarning. Xullas, bog'laninglar, Malinadan kelajak rezavori bo'lgan mana shunaqa rezavorlardan voh qilish kerak. Bundan buyog'i faqat soqani bosish kerak. Ixtiyor aka, mana yana bitta narsani qo'shib ketgan bo'lardim. Nimaga men hozir rezavorga ko'proq mehr berish kerak dedim. Men o'zim rezavorni juda ko'p o'rgandim. Bizga, masalan, biz ayniqsa o'zbek dehqonlarimizga bu narsani juda uyatdimman. Nimani masalan? Chunki malina bizga hali ham chetdan import bo'ladi, bilasizmi shuni? Bu bo'yicha prezidentimizni o'zi ham yaqinda ko'rdingiz o'zingiz. Xuddi shunaqa. Toshkent viloyatidagi safarlarida rezavorchilikni rivojlantirish bo'yicha aniq tavsiyalarni berishdi. Ya'ni bu o'sha kelajakdagi eng asosiy pul bo'ladigan qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi, asosiy qismi bo'ladi bu narsa. Chunki bu prezident darajasida, davlat darajasida rezavorchilikni rivojlantirishga e'tibor qaratilyapti. Xuddi shunaqa. Bizlarning bilasizlar, supermarketlarda chetdan keladigan import malinalarni ko'rasizlar. Navini aytib o'tirmayman ulardan yaxshi bo'lsa yaxshi, ulardan aslo kam emas. Buni tekshirib olishlari mumkin. Delniy va navi deb qidirsalaring kelib chiqadi, ma'lumotlarni olishlari mumkin. Ibrohim aka, yana nimalar qo'shimcha qilamiz? Keyin men yana bitta narsa aytgan bo'lardim. Hozirgi paytda bizga import kuniga 20 tonna malina import bo'lyapti. O'zbekistonga. Bu to'g'risiga naqadar uyatdi. Demak, O'zbekistondagi iste'molchilarni malinaga bo'lgan talabini hali ichki dehqonlar to'liq qoniqtirib bera olmayapti. Umuman qoniqtirib bera olmayapti. Bu qanaqa, aytaylik, biz hozir qanaqa qaram bo'lganmiz, aytaylik, sitrus mevalarga. Xuddi o'shanday bular ham hali o'zgacha juda ham katta qismi chetdan kelyapti. Mana Portugaliya, Marokash va Qirg'iziston, Tojikiston va nima so'rar ekan, Kaliforniyadan даже kirib kelayotganlarni ko'rdim malinalarni. Men to'g'risi aytsam, mana shu o'zbek dehqonlarga shu tarafdan juda ham uyat degan bo'lardim. Nahotki biz o'zimizda shunday zo'r yerlarimiz bo'lib turib, unumdor yerlarimiz bo'lib turib, malinalarni chetdan olib kelyapmiz. Boshqa ekinlarni umuman yomonlamayman. Aytaylik, mana qo'shningiz tarvuz ekib qancha yildan beri haliga bir yaxshi daromad ola olmayotganini ko'rib turibsiz. Yeringizni boshlanishiga hamma joyiga emas, ma'lum bir qismiga eking, mana shu delniy va navini, o'z foydasini ko'ring, unga qarab yo kengaytirasiz yoki kengaytirmay qo'yaverasiz. Bu juda ham katta mablag' talab qilmaydi sizdan. Faqatgina ozgina e'tibor berib, tajriba qilib mingta ekib ko'ring, bo'ldi. U yog'ini yillar davomida o'zingiz xulosa qilib qilaverasiz. Biz mana xulosadan o'tgan yillari 2 yil, 3-yili mana bu akani oldiga kelishim, lekin bu yerlari 1-yil oldindan qulupnay pomidor yetishtiradigan yerlarga borardik. U yerga o'sha noldan ekishganini ham ko'rganmiz bu ko'chatlarni. Mana endi hosilini berib turibdi. Demak, bog'lanaverasizlar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Sizda bosgan like'ingiz boshqa odamlarga ham bu videoni yetib olishini ta'minlaydi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing. Akani vaqti bo'lganda savollaringizga javob beradi. Xudo xolasa, yaxshi daromadli kunlarda ko'rishamiz.